Bugun 3 xonali novostroyka uyimizni sizlar bilan birgalikda obzor qilamiz. Do'stlar, kirib kelishdan bu xodimiz bo'ladi. Kirgandan mana shu keng va koridorimiz bo'ladi. Yorug'ligini ko'rib turibsizlar. Uyimiz Yevroremont holatda kirib kelishdan chap qo'l tarafimizda родительский spalnimiz bo'ladi. Buni ko'rishlaringiz mumkin. Keyingi xonamiz детский spalnimiz bo'ladi. Ko'rishlaringiz mumkin. Va uni yonidan kuxnaga kiriladi. Ko'rishlaringiz mumkin. Kuxnamiz ham hamma jihozlari bilan jihozlangan. Bu umumiy yuvinish xonalari ko'rishlaringiz mumkin. Buni ham o'zlariga deb chiroyligina qilib qo'yishgan va hojatxonamiz hisoblanadi. Hojatxonamizni ham ko'rishlaringiz mumkin. Va bizani mehmonlarimizni kutib oladigan mehmonxonamiz hisoblanadi. Qo'shimchaga 6 metrli balkoni ham bor. Uyimiz 3 xonadan iborat bo'lib, ikkinchi qavatga joylashgan, 107 kvadrat metr tashkil qiladi. Xullas, narxiga keladigan bo'lsa, narxi $52,000. Kimga bu video qiziq bo'lsa, mana pastda nomerlarni qoldiramiz, telefon qilib barcha ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Aytgancha like bosishni unutmang. Biz ham mana shunaqa arzon va sifatli uylarni chiqarishda davom etamiz. 2 qavatli 6 sotiqli hovlimiz sotiladi. Mana shu ko'rib turgan joyimiz Kamandi mahallaga Uzumzor ko'cha bo'ladi. Xullas, birgalikda ichkarida ko'rsataman. Yuringlar. Do'stlar, mana shu ko'rib turgan hovlimiz 12 xonadan iborat bo'lib, kommunikatsiyalarga keladigan bo'lsa, svet, gaz, suvdan umuman muammo yo'q, hattoki kanalizatsiyalari ham bor. Mana bu yerda hovuzlari ham qilib qo'yilgan. Xullas, narxiga keladigan bo'lsa, egalari o'zlari kelishib olaman dedilar. Xullas, kimga bu video qiziq bo'lsa, mana pastda egalarining nomerini qoldiramiz, telefon qilib barcha ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Albatta, bunaqa videolarni o'tkazib yubormaslik uchun bizga obuna bo'lib qo'ying. 2 gektarlik yerimiz sotilmoqda. Bu yerda qanday biznes qilishim kerak deb o'ylashingiz mumkin. Bu yerda xohlagan biznesingizni rivojlantirishingiz mumkin. Do'stlar, manzilga keladigan bo'lsa, Shayx Almosda 200 metr kirgandan nefti bazani shunday ro'parasiga joylashgan naqd 2 gektarlik yerimiz sotilmoqda. Narxiga keladigan bo'lsa, narxi $220,000. Kimga bu video qiziq bo'lsa, mana pastda egalarining nomerini qoldiramiz, telefon qilib barcha ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Aytgancha, lokatsiyasiga keladigan bo'lsa, kommentariyada plus belgisini qoldiring. Lokatsiyasini shaxsan o'zim tayyorlab beraman. Albatta, bizani kuzatishda davom eting. Sifatli va arzon joylarni chiqarishda davom etamiz. Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun biz yangi batoshga kelganmiz. Xullas, 4 sotiqli xonadonimiz sotilmoqda. Narxiga keladigan bo'lsa, oxirgi narxi 700 million so'm. Birgalikda ichkarida ko'rsataman, yuringlar. Ikkita sanuzeli bor, topli pollar qilingan 5 xonadan iborat bo'lib, xullas to'liq bitmagan, o'zingizga отделка ishlar qolgan, o'zingizga xohlaganda qilib olishingiz mumkin. Kommunikatsiyalarga keladigan bo'lsa, svet, gaz, suvdan umuman muammosi yo'q. Kirib shunday yashaydigan holatda. Do'stlar, yana bir bor manzilni aytib o'taman. Zaynabdan kirishdan yangi batoshga joylashgan bo'lib, mana shu namunali kottejlarimizni shunday ro'parasiga joylashgan mana shu xonadonimiz bo'ladi. Xullas, kimga bu video qiziq bo'lsa, pastda mana egalarining nomerini qoldiramiz, telefon qilib barcha ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Albatta, lokatsiyasiga keladigan bo'lsa, kommentariyada plus belgisini qoldiringlar. Men o'zim imindan lokatsiyasini tashlab beraman.